Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keling uka. Boya siz bilan gaplashganmidim? Ha, uka, boya men bilan gaplashgan edingiz. Uka, bizdan nima xizmat etasiz? Yuring, ko'p gapirmang, ko'rsataman men sizga hozir. Mana shu ikkita qabrni tozalash kerak, короче. Hop, bo'ldi uka. Uka. Agar sir bo'lmasa, bu ikki qabr egalari sizga kim bo'ladi o'zi? Birisi otam, birisi onam. Uka. O'zi kelmaganingizga ancha bo'lib ketdi-da. Vaqtim yo'q. Ukajon, ota-onangizni qabri ekan. Hech bo'lmasa, bir oyda bir marta kelib o'zingiz tozalab ketsangiz bo'larmidi? Menmi? Ko'p gapirmasdan bilib ishingizni qiling. Vaqtim yo'q deyapman men sizga. Xo'p, mayli, uzr.